Bugun Yangiqo'rg'ondagi dehqon bozoridagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Video yoqsa like bosing, qani ket. Men gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Bozorda birinchi bo'lib sabzavotlar bilan boshlaymiz. Bu yerda kartoshkalar 7000 dan 10000 gacha. Piyozlar 3,5-4 ming, sabzi, sholg'om, qizilchalar esa 7,5 mingdan sotilyapti ekan. Meva-chevalarda eng arzoni aynan shu bozorda deyishadi. Qani ko'rib chiqamiz. Rostdan arzonmikan? Yangiqo'rg'on dehqon bozori bahor bo'lishiga qaramasdan sveji mevalar bilan to'lgan. Bu yerda olmalar 3000, ishlaganda qarsilaydigan qizil olmalar 12000 dan 15000 gacha. Bananlar 25000, mandarin 30000 dan. Mart oyida qovun bunaqasi hech qayerda yo'q. Buni faqatgina Yangiqo'rg'on dehqon bozorida uchratishingiz mumkin. Mabodo sizga qovun kerak bo'lsa, qovunni dodalari aynan shu yerda. Qovunlar katta-kichikligiga qarab 30 mingdan 100 minggacha sotilar ekan. Videoni oxirini don mahsulotlarini ko'rib chiqish bilan yakunlaymiz. Vodiy oshlari shirinligini sababi Qo'ligul dehqonlar guruchlarni aynan shu bozorda sotishar ekan. Bu yerda guruchlar 15 mingdan 25 minggacha, mosh 20 ming, no'xat 10 ming, makkalar 4 ming 5 ming, bug'doy 2,5 mingdan sotilar ekan. Narxlar haqida fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska tashlash esdan chiqmasin.